Sendan nafratlanaman. Seni ko'rsam asabim buzilib o'ldirib qo'yay deyapman. Seni zotingdan hasad qilaman. O'zimni o'ldirsam ko'nglingiz joyiga tushadimi? Shunday qilsam xursand bo'lasizmi? Mazza qilasizmi? Keyin menga azob beradigan shunday gaplarni gapirmaysiz. Gaplaringiz qanaqa og'ir botayotganini bilasizmi o'zi? Gaplarim og'ir botayotgan bo'lsa, sababini borib dadingdan so'ra. Bor unga ayt. Tushundingmi? Uyga borib, oilamizdan nafratlanadigan odam bor deb ayt. Ayt. Qutulasiz. Shu bugun mendan qutulasiz. O'lganimdan keyin bu dunyoda qolib, to'yib nafas olasiz. Boshim og'ritma, bor ket. Bu yerdan hozir seni sudrab chiqaraman. Bor jo'na. Endi bu yerga umuman qaytib kelmagin. Abtini ham ko'rishni istamayman. Bor ket.